Shtabdan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun shtab ilmiy xodimlarining oldiga qator maqsad va vazifalar qo'yildi. Ulardan biri ilmiy innovatsion loyihalarni toifalash hisoblanadi. Hozir bu haqida mutaxassislardan bilib olamiz. Bugun mana tongdan barcha shtab a'zolari, koordinatorlar, kuratorlar, hammamiz olimlar yig'ilib, ertalabki rejalarimizni tayyorlab oldik. Va bugun amalga oshiradigan ishlarimizda eng muhimi jadal ishlar ketyapti. Bu shartnomalar bo'yicha kelishuvlar, imzolashlar va toifalashuvga ajratilgan loyihalar asosida shu shartnomalarni tayyorlash vazifasi qo'yilgan. Birinchi toifalarga ajratilgan ilmiy innovatsion loyihalarimiz asosida baza yaratiladi, ya'ni bazaviy shakllar tayyorlandi va bu shakllar bizda hamkorlikda mana shu olimlarimiz, mutaxassislarimiz, yuristlar, iqtisodchilar bilan birgalikda qanday amalga oshirilishini qadamma-qadam ishlab chiqish rejasi qo'yildi. Bu yerda ayni paytda 50 tadan ortiq loyihalar bor. Loyihalarning aksariyati demak birinchi toifadagi loyihalarga to'g'ri keladi. Yana aytish lozimki, aynan mana shu loyihalar tarkibida tadqiqot matni, manbalar va adabiyot ro'yxati, tasvirlar, miniatyuralar ham kiradi. Aynan mana shu loyihalarni amalga oshirish natijasida juda tez vaqtda ko'p mahsulot yig'ilib qolishi nazarda tutilgan. Chunki bularni zudlik bilan mana tayyor mahsulotni dizaynlarga, ya'ni dizaynlarga yetkazib berish kerak va ekspozitsiyaning dizayni boshlanib ketadi.